Shundaq, yoshlar Peygamber aleyhisselam devridimi, sahabeler devridimi o'xshashlar millatning izzati va sharafi. Ana shu yoshlar bugunmi millatning izzati va sharafiga. Aziz qarindoshlar, Ramazon oyi barakat va ulug'liq bilan biz bilan xo'shlashish oldida turmoqda. Qur'on Karim nazil qilingan. Shundaqla Alloh taolo insonlarning keyingi 1 yillik qadrini yozdiganligini bayon qilgan qadr kechisi bu oydagi kunlarning biriga yoshirilgan edi. Ulug' Alloh hammamizga ashu kechini idrok qilishni nasib qilgan bo'lsin va Uyg'ur musulmonlarining qadriga oldimizdagi 1 yil ichida barakat va izzatni yozgan, ezilgan xalqimizga hurlik va sharafni kutgan bo'lsin. Biz har kunlik darslarimizda Ramazon oyining islom tarixida nihoyat zo'r voqealarga shohid bo'lganligini aytib kelyapmiz. Hijratning 2-yili bugun kunda Fitr sadiqasi vojib qilingan. Hijratning 24-yili Osmon radhiyallohu anhuning xalifalik davrida Ka'baning yo'piqini almashtirish sunnati yo'lga qo'yilgan va uningdan boshqa nurg'un voqealar yuz bergan bo'lsa-mu, men bugun sizlarga islom dunyosining ayrilmas bir parchasi bo'lgan Sharqiy Turkistonimizda 1997-yili Ramazon oyining 27-kuni, ya'ni bugun kunda yuz bergan G'ulji voqeasining islomiy ta'sirlari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki bizmi ashu islom tarixining bir parchasi, ashu musulmonlarning bir bo'ligidir. Bundan dal 26 yil burungi bugun kunda Ramazon oyining 27-kunida Sharqiy Turkistonning G'ulji shahrida xalqimiz Ramazon kechalarini ibodat bilan o'tkazyapti. Ammo zolimlar buningga yo'l qo'ymadi. Shu kecha ibodat uchun yig'ilgan bir guruh hamshirlarimiz zolimlar tomonidan tutqun qilindi. Millatning izzati va sharafiga uzitilgan bu qarakolga chidamagan minglagan Uyg'ur yoshlari zolimning bu qilmishini ayblash uchun ko'chalarga to'kildi va haqqini talab qildi. Ammo zolimlar musulmonlar rioya qilindi, ularga ich og'ritamdi va yoki ularning talablarini qondiramdi demsiz? Yo'q, zolimlar va kofirlar musulmonlarga yaxshilik bo'lishini, ularning xushal-xuram yashashini, shundaqla ularning bosh ko'tarib qilishini asla xohlamaydi. Chunki iymon bilan kufr o'ttirisidagi bu kurash faqat millat va yoki zamin masalasi bo'lmasdan, balki haq va botil masalasidir. Shu sababdan zolimlar topgan har bir fursatda musulmonlarga ziyonkashlik qiladi. Bu zulmning va kufrning belgisi. Qaraydigan bo'lsak, mana bu yilmi Ramazon oyida Aqsa masjidida etikafda turayotgan musulmonlar o'qqa tutildi. Ularning masjidda namoz o'qishi cheklandi. Qarshilik qiluvchilar qo'lga olindi. Har yili Ramazon oyida o'xshash tragediya Aqsa masjidida takrorlanmoqda. Xuddi bizning vatanimizdagi tragediyalar takrorlangan o'xshash. Demak, zulm va kufr har yerda o'xshash. Shundaq, yoshlar Peygamber aleyhisselam devridimi, sahabeler devridimi o'xshashlar millatning izzati va sharafi. Ana shu yoshlar bugunmi millatning izzati va sharafi? Yoshlari isloh bo'lgan millat asla xorliq qilmaydi. Barin yoshlari, G'ulji yoshlari, Yorkent yoshlari, Ayko'l yoshlari, Xanariq yoshlari, Urumchi yoshlari. Mana bu yoshlar Uyg'ur musulmon yoshligining simvollik belgilari bo'lib qoldi. Ular tarix batlariga o'zining shonliq izlarini qoldirib ketdi. Ammo bugun muhojiratda bizning yoshligimiz va yoshlarimizga nima bo'ldi? Hijratdan iborat payg'ambar va sahobalarning sunnatiga muvofiq bo'lgan hamma imkoniyatlarga ega bo'layotgan yoshligimiz g'urbat bo'hronlarida g'oyib bo'lmoqda. Biz bugun ajdodlarimizning shonliq izlarini tilimizda, milliy kulturimizda va diniy e'tiqodlarimizda yo'qotib qo'ymoqda. Yoshlarimiz muhojiratda o'zini yetildirgan bo'lsa-mu, vatandagidek ashu iymon va islomga bo'lgan o'tliq ishtiyoq, din va millat xizmatiga bo'lgan fidokorlik ruhidan ayrilib qolmoqda. Alloh va rasuliga vatanga yaramliq avlod bo'lsin deb uzitib qo'ygan ota-ona va qarindoshlariga bergan ahdlarini unutib qolmoqda. Aziz yoshlar, bugun vatan bizga muhtoj. Bu vatan muhojiratda mavjud Uyg'urlarga xizmat qilish, ularning milliy va diniy mavjudligini saqlab qolish uchun fidokorlik ko'rsatishda aks etgan bo'lsa, vatan uchun o'zimizni ruhiy va jismoniy jihatdan taraqqiy qildirish, dinni faqat diniy ahkomlarni ijro qilish deb tushunib oladigan qatmal ideyadan ozod bo'lib, fanniy bilimlarning shariatning tub maqsadi ekanligini tunib yetish, shundaqla dinni izzatga erishtiradigan barliq vositalarning vojib ekanligini amaliy hayotimizga tatbiqlash orqali amalga oshirdi. Mana bu qalbimizdagi vatan ruhining amaliy ifodasi. Aziz qarindoshlar, vatan sevgisi og'zimizdagi quruq gap bo'lib qolmasin. Amaliy harakatimiz bilan vatanni, millatni so'yaylik. Uchirgan va bayqagan nuqsonlarni o'z qo'limiz bilan to'ldiraylik. Chunki bu vatan hammamizning vatanidir. Bu millat hammamizning millatidir. Oxirida ulug' Allohdan vatanimizga izzat tilayman. Muhojiratdagi qarindoshlarimizga bo'lsa, ashu vatanni ozod qiladigan jihad ruhi tilayman. Ulug' Alloh vatanimizda, qalbimizda yashatganimizdek amaliy hayotimizda yashatishga nasib qilsin.